Bilimdon bolajonlar, sizlar bilan tuxumlarni yig'ing desak o'yini o'ynaymiz. Tovuq tuxumlari yoyilib ketibdi. Siz ularni tovuqlarga moslab joylashingiz kerak. Birinchi tovuq 10 dan birlar, ikkinchi tovuq 100 dan birlar, uchinchi tovuq 1000 dan birlar. Demak, xonalari bo'yicha tuxumlarni moslashingiz kerak. O'yin sharti tushunarli bo'lgan bo'lsa, boshladik. 0,182, 6,181, 9,192, 1,133, 5,147, 4,105, Demak, bu o'yinda g'olib Doniyorbek, olqishlaymiz.